Assalomu alaykum, Gold Clinic kuzatib boruvchilari. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda fasadni plitamiz mramornisidan qilinyapti. Ko'pchilik savol beradi bizga. Fasadni plitani qanday kesamiz? Burchaklari qanday boshlanadi va tugash qanday bo'ladi deydi. Mana fasadni plita bolgarka orqali kesiladi. Mana kamerangiz bilan qatirilib, boshlanadi, tugashi ham xuddi shunday bo'ladi. Bu joyimiz Перегородка holatida foydalanyapmiz. Ya'ni devor yo'q joyga rekadan apishga to'qib turib, orasiga 3 metr qilib, bu tarafga ham fasadni plita bo'lgan, bu tarafga ham fasadni plita bo'lgan. Orasida stiklovata, penaplex va falga tortilgan. Juda ham issiqqa va sovuqqa chidamli o'zimizga ofis qilyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunday fasadni plitalar yoki uni qolipi kerak bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Bu biznesni ishlab chiqarishni ham, yurgizishni ham 0 dan 100 gacha o'rgatamiz, xohlasa. Bu yerda yangi showroomlarimiz ochilyapti. Gold Clinic kuzatib boruvchilari. Yangiliklar bo'ladi. 17 xil yangiligimiz bor, xohlasa. Kutasizlar, yangi ranglar, yangi fasonlar hammasi Gold Clinic'da. Nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Bizning manzilni eslatib o'tamiz. Andijon shahar, Jahon bozori, eski mebel bozor, Tilla bozorida oldida. Sizlarni kutamiz. Bu yerga ham yangilik fasadni plitalarimiz chiqqan. Hammalarini yangiliklarni yopishtirib ko'rsatib o'tamiz.